So'nggi qo'ng'iroq deb bitiruvchilar xursand. Lekin ular bilmaydilarki, bu chalinayotgan so'nggi qo'ng'iroq aldamchi, yolg'onchi qo'ng'iroq ekanligini bilmaydilar. Chunki bu so'nggi qo'ng'iroq emas, balki o'sha bitiruvchini katta hayot sahnasiga olib chiqadigan va hayotning mashaqqatlariga, sinovlariga olib chiqadigan yo'lni ogohlantiradigan birinchi qo'ng'iroq hisoblanadi. Demak, bu so'nggi qo'ng'iroq emas, birinchi qo'ng'iroq deb ataladi. Hali tayyor turingki, oldinda juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bor. Hayotni katta zarbalarini oldida turganligingizni anglatadigan bunday qo'ng'iroqlar ko'p. Bu chalinayotgan so'nggi qo'ng'iroq o'shalarning birinchisi, ya'ni debochasi bo'ladi. Eslang, maktab davri, o'quv yurtlarida ota-onangiz sizga pul berib, nima deydi? Bolam, mana bu pulni oling, maktabda qoningizni to'ydirasiz. Bu so'nggi qo'ng'iroqdan keyin, katta hayot sahnasiga chiqadigan birinchi qo'ng'iroqdan keyin endi sizga vazifa yuklanyaptiki, o'sha ota-onangiz qonini endi siz boqing degan ma'nodagi qo'ng'iroqlar yangilayapti. Bu boya aytganimizdek debochasi. Bunday hayotning sinovlari, mashaqqatlari hali juda ham ko'p. Shuning uchun bitiruvchilar tayyor tursinki, hayotlarda birinchi qo'ng'iroq yangradi. Qanday qo'ng'iroq? Hayotning sinovlariga kiradigan birinchi qo'ng'iroq yangradi. Bu so'nggi qo'ng'iroq emas, yolg'on qo'ng'iroq.